Ko'krak bezi saratonidan himoyalanish uchun eng samarali 3 qadam. Ko'krak bezi saratonini erta aniqlashning asosiy yo'li bu ko'krakni 3 bosqichdan iborat bo'lgan tekshiruvdan o'tkazishdir. Bular quyidagilar. 1 oyda 1 marta ko'krak bezlarini mustaqil tarzda tekshirish. O'z vaqtida mammografiya tekshiruvidan o'tib turish. 40 yoshdan keyin ayollarga har 2 yilda, 50 yoshdan keyin esa har yili mammografiya tekshiruvidan o'tish tavsiya etiladi. Agar yaqin qarindoshlarda onasi, opasi, buvisi ko'krak bezi saratoni kuzatilgan bo'lsa, shifokor nazorati ostida mammografiya va boshqa tekshiruvlar erta boshlanishi mumkin. Ko'krak bezida har qanday o'zgarish bo'lsa, zudlik bilan mammolog shifokorga murojaat qilish kerak. Agar kasallik erta aniqlansa va davolash o'z vaqtida boshlansa, bemorning sog'ayish ehtimoli juda yuqori bo'ladi, hatto 90% yoki undan ham ko'proq. Ko'krak bezlarini mustaqil tarzda tekshirish hayz davrining birinchi yarmida amalga oshiriladi. Agar ayol kishi klimaks davrida bo'lsa, u tekshiruv uchun oyning ma'lum bir kunini o'zi uchun belgilab olishi mumkin. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.